Bahora, bilasizmi, mana shu kollageningizni ichib boshlaganimga 3 oy bo'lgan bo'lsa, qanaqa natijalar oldim men bu kollagendan, bilasizmi? Birinchi o'rinda tirnoqlarim, Moskvada ishlab yurgan paytlarimda shu tirnoqlarim, oyog'im tirnoqlarida gribok paydo bo'lgandi. Ikkita barmog'imda paydo bo'lgandi. Ishonasizmi, qanaqa dorilar, qanaqa tomchi kaplyalar tomizib nima qilmaganman, hech ham tuzalmagan. Bilmayman qanaqa sehrli yordam berdi bilmayman. Shunday tirnoq, yangi tirnoq chiqazdi-da. Umuman gribok butunlay yo'qolib ketdi. Sochlarimni tiklandi. Ishoning, bironta oq tolasi qolmadi sochimda. Qop-qora sochlarim qop-qora bo'ldi. O'zim ham hayratdaman. Etlarim tug'ruqdan keyin qornilarimda, sonlarimda, ayollarda eng katta problemasi, muammosi shu bo'lsa kerak. Sonlarimda trishinalar bor edi, chiziq-chiziqlar bor edi. O'sha trishinalar yo'qoldi. Yana sanasam ko'p, lekin eng asosiy katta muammolarimizdan